Mana Adudolda zapravkada kameralar bilan ishlayapti. Mana shu ikki mashinani qarzdorligi bor uchun quyilmadi. Bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana radarlar bor, mana shunday tursan. Ogohlantirish, uzoqdan ko'rish, mana yerlarga chizilgan. Inson adashadi-da. Adashish ehtimoli baland bo'lganligi uchun ham adashmasin deb burilishlargacha chizib. Birinchi mana shunaqa narsalar qilinadi-da. Radarni yashirincha devorning orqasiga stalvan rangiga o'xshatib, bulutga o'xshatib qo'yilmaydi-da radar degani. Mana shunaqa qilib qo'yishsa radarni, mayli keyin tushsa haloli bo'lsin-da, o'sha radar qo'yayotganlar bor. Kameralar qo'yilgandan keyin o'limlar soni kamaydimi? Bu bir. Ikkinchidan, faqatgina chiziqlarga e'tibor berilyapti. Yo'l dabdala. Hamma yetib borgunizcha mashinangiz to'kilib tomon bo'ladi, lekin svetoforga 20 metr qolganda chiroyli chiziqlar chizilgan, lekin yo'l ta'mirlanmagan. Chiziqlar chizilgan va kamera turibdi. Bu yerda asosiy maqsad piyodalarni, haydovchilarni himoya qilish, ularni har xil voqeali voqealardan saqlab qolishmi yoki bo'lmasam asosiy maqsad pul yig'ishmi? Bu yerda ikkala parallellik keltirayotganimni sezyapsizmi? Ikkala holatda ham aholini, haydovchilarni, O'zbekiston fuqarolarini manfaatini o'yladik deb aytilyapti, lekin aslida bunga teskarisi bo'lyapti. Voy, xonasida gazlarni svet o'chganda iste'molchiga huquqlarini himoya qilib bir kompensatsiya to'lanmayapti. Men operatsiya bo'lganman. Mamtumda menga remen taqish mumkin emas. Mani spravkam ham bor. Kameragacha palasta bor. Bu yo'g'i yo'q mana. Aydan boshlab 201 dan 500 kilovatgacha elektr energiyasi uchun hozirgidek 900 so'mdan emas, 800 so'mdan to'lanadi. Bu 200 kilovatdan ko'p, lekin 500 kilovatdan oshmagan miqdorda elektr ishlatilgan oylar uchun to'lov miqdori kutilganidan kamroqqa oshishini anglatadi. Ikkinchi yangilikka kelsak, bundan buyon har yili 1-may sanasida gaz svet tariflari yillik inflyatsiyadan kelib chiqqan holda, lekin ko'pi bilan 10% gacha miqdorda oshirib boriladigan bo'ldi. Bu kutilmagan band haqida rasmiylardan izohlar bo'lganicha yo'q. Latina zapravka mana. Narxini qaranglar. 10 petotdi. 5700 ga ko'tarilibdi. Xudo xolisa biz ham yo'l kiramiz ham 10,000 so'm yuraveramizda. Ortiqcha gazdan foydalanmanglar, suvdan, svetdan ortiqcha foydalanmanglar. O'zbekistonda hamma narsani uvoli bor. Javob berasizlar. Gazdan ko'p foydalansalar kosalang oqarmaydi. Voy, xonasida gazlarni aslatgacha ham bor edi hali. Ko'bilga 90 taliga shuncha ketyapti. Elektrda 200 kilovatdan oshiqcha ishlatsak 2 barobar to'layapmiz, to'g'rimi? Nimaga svet o'chganda iste'molchiga huquqlarini himoya qilib bir kompensatsiya to'lanmayapti? Nimaga gazdan ko'p ishlatamiz, ko'p to'laymiz, lekin gaz o'chib qolganda iste'molchiga kompensatsiya to'lanmayapti? Bu ham iste'molchining huquqini himoya qilishga kiradimi yoki poymol qilishga kiradimi? Fuqarolar faqatgina kommunal to'lovlari masalasida qiynalyapti, norozi bo'lishyapti deb o'ylasangiz, adashasiz. Asosiy muammolardan biri hozirgi kunda radarlar va kameralar. Yangi chiqayotgan qonunlar va jarimalar mavzusi ijtimoiy tarmoqda bong urmoqda. Sofli tadbirkorni qarang nima qildi. Kechasi kelib chizib ketgan. Bu mana kamera. Mana palasta bu yerga o'sha tugagan. Kameraning pastiga o'sha palasta yo'q mana. Kameragacha palasta bor. Bu yo'g'i yo'q mana. Palasta ham yo'q, ko'chani dabdalasi chiqib yotibdi buni qarang. Kameradan u yo'g'iga palasta bor. 21-asr butun dunyoda buyuk ixtirolar yaratilayotgan bir paytda yo'l chizig'larini shpatil bilan shpaglovka qilib chiqilyapti. Bu ham bir ixtiro ekan. Zo'rlab topilibdi lekin. O'zi bunga birato'la kafelmi yoki bir toshmi yopishtirib olish kerak. Kafel ham bo'lar lekin 1,5 sm qalinlikda kafellar yopishtirib olsa ham 20 yil turib beradi kafelar. Zo'r turadi lekin o'sha. Uchmaydi ham, uchmaydi. Nima bu? Nima bu? Nima bu?
Toshkent shahrida hamma yoqdan bunaqa dumalo remmenga uradigan kameralar qo'yilib tashalyapti-da. Men bitta savolimda menga ham keldi mana. Remenga kamera, misol uchun men operatsiya bo'lganman. Mamtimda menga remen taqish mumkin emas. Mani spravkam ham bor. Misol GAI to'xtatib siz remen taqmabsiz desa, men GAIga o'sha har doim spravkani ko'rsatamanda, ko'rsatamanda GAI meni qo'yib yuboradi. Lekin mana bu shtraf menga keldi 187.500. U spravka menimcha bazaga tushmaydi shekilli. GAIning bazasiga nima qilishim kerak endi? Men 187.500 ni yarmi 95.000mi, 96.000mi shunaqa. 96.000 to'lamaslik uchun ovora bo'lib, soatlab ovora bo'lib GAIga borishim kerakmi shunda? Nima qilish? Misol mana shtraf agar meni spravkam agar GAIga tushgan bo'lganda, mana shtraf menga kelmasdi-da. Men nima qilishim kerak? 95.000 to'lamaslik uchun GAIga borib, talashib, o'chirib turib, vaqtimni ketkizib, nima qilish kerak bilad? So'qqa qilishdan to'xtaydimi, yo'qmi? Bu shtraf. O'ylab topib-otganlar. Men mamtimda operatsiya bo'lganman, misol uchun-da. Olli jinnisi. Ma'mutda chuqur qilib qo'yishgan, svetofor ishlamayapti. Lekin kameralarimiz ishlayapti, baraka topsin. Ma'mutda chuqur qilib qo'yishgan, chuqurdan olib qochish maqsadida o'tib ketganman mana. Olib qochganman chuqurdan. Orqamdan bechara Spark. Yana bitta Lada ham kerak bo'lsa olib qochgan. O'zi hamma olib qochadi-da, tak-tak. Endi bu kameraning pulini chiqarishmi, nima tushunmay qoldim to'g'risi. Maqsad faqat odamlarni ishtirokga tushirishmi? Svetofor ishlatib qo'y, asfaltni to'g'rilab qo'y. Aynan palasi noto'g'ri chizilganmi shunda? Atkaz qilsa bo'ladimi, qilib bo'lmaydimi? Fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Mana Aduda oldi zapravkada kameralar bilan ishlayapti. Mana shu ikki mashinani qarzdorligi bor uchun quyilmadi. Hurmatli haydovchilar, qarzdorliklarga e'tibor berib qo'yinglar. Mana kecha ochilgan zapravkaga o'sha bugun yangi qaror chiqarishdi. Qarzi bor mashinaning egalariga gaz quyilmasmish. Endi Milliy gvardiyadan odam qo'yiladi. Shu gaz zapravkaga kelgan shoferlarni tekshirsa, 8 qog'ozini ajrashib ketgan bo'lsa, uni ham chiqarib olsin, uy bermasin. Qamalib chiqqan odam bo'lsa, uni ham yaxshilab tekshirsin. Srogi tugaganman, nima bilan qamalgan. Ana keyin o'sha qarab gaz quyib berishsin yoki quyib berishmasin. Shu fikrga nima deysizlar o'rtoqlar? Bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana radarlar bor, mana shunday tursan. Ogohlantirish, uzoqdan ko'rish, mana yerlarga chizilgan. Inson adashadi-da. Adashish ehtimoli baland bo'lganligi uchun ham adashmasin deb burilishlargacha chizib. Birinchi mana shunaqa narsalar qilinadi-da. Radarni yashirincha devorning orqasiga, stalvan rangiga o'xshatib, bulutga o'xshatib qo'yilmaydi-da radar degan. Mana shunaqa qilib qo'yishsa radarni, mayli keyin tushsa haloli bo'lsin-da, o'sha radar qo'yayotganlar bor. Juda bir tushunarsiz. O'zi 2 oyga borganman, 4 ta radar tushganman-da. Yana bilib turgan radarimga tushganman-da. Tushunmaydi, nechiga yurish kerak etdan 70 qo'yib qo'yibdi. 76 tushganman. Bir o'tib ketganiga kelganmi? Tushunmaydi inson bor, vashshi. Soqqa qilish deb aytdi, maqsad faqat soqqa qilish. Yana nima deydi? Bu tartibga tushirish uchun shunaqa. Yo'q, bu tartib emas. Mana bitta 10 o'tib ketsin, 10 o'tib ketsa ham kelmaydi. Bir kunda bir marta o'tib ketsa kelmaydi o'sha. 2 marta o'tganda ikkinchisi hisoblanadi. Nimaga? Inson adashadi-da, o'shalar hisoblanadi.